Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. AQSh prezidenti Donald Trump Grenlandiyani nazorat ostiga olish haqidagi tahdidlarini yana bir bor kuchaytirib, ijtimoiy tarmoqlarda ortga yo'l yo'q va Grenlandiya juda muhim ekanligini aytdi. Oq uyda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Trumpdan Grenlandiyani qo'lga kiritish uchun qanchalik uzoqqa borishga tayyorligi so'ralganda, u "Buni bilib olasiz vaqti kelganda" deb javob berdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Shveysariyada o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumi yig'ilishida dunyo qoidalarsiz tizim tomonga siljayotgani haqida ogohlantirdi. Kanada bosh vaziri Mark Carney esa eski tartib qaytmaydi dedi. Trump Davosga kelishi kutilmoqda. Uning aytishicha, u yerda Grenlandiya bo'yicha ko'plab uchrashuvlar rejalashtirilgan. Uzoq davom etgan matbuot brifingida Trump shuningdek Grenlandiyada ishlar ancha yaxshi tomonga hal bo'lmoqda deb aytgan. BBC Trumpdan Grenlandiya uchun NATO ittifoqining ehtimoliy parchalanishi bunga arziydimi deb so'raganida u shunday javob berdi: "Men NATO uchun hammadan ko'proq ish qilganman" va qo'shimcha qildi: "NATO ham xursand bo'ladi, biz ham xursand bo'lamiz. Bizga bu global xavfsizlik uchun kerak." Biroq u avvalroq agar zarurat tug'ilsa NATO AQShga yordam beradimi yoki yo'qmi degan savolni ham ko'targan edi. "Biz NATOga yordam berishimizni bilaman, lekin ular bizga yordam berishadimi? Shundan jiddiy shubhalanaman" dedi u jurnalistlarga. NATO hozirda 32 a'zo davlatdan iborat bo'lib, AQSh 12 ta asoschi mamlakatdan biridir. Tashkilotning asosiy tamoyillaridan biri 5-modda bo'lib, unga ko'ra bir yoki bir necha a'zoga qilingan qurolli hujum barchaga qilingan hujum hisoblanadi. Trump Grenlandiyani qo'lga kiritish uchun harbiy kuch ishlatish ehtimolini ham inkor etmadi. Kecha NBC News undan hududni kuch bilan egallaydimi deb so'raganida u hech qanday izoh yo'q deb javob berdi. Seshanba kuni kechqurun BBC Newsnight dasturiga bergan intervyusida Grenlandiyaning sanoat va tabiiy resurslar vaziri Nadja Nathanielsen grenlandiyaliklar Trumpning talablaridan hayratda ekanini aytdi. "Biz amerikanlik bo'lishni xohlamaymiz va bu borada juda aniq pozitsiyaga egamiz" dedi u. Davosdagi forum oldidan Trump Macron va NATO bosh kotibi Mark Rutte yuborgan deya ta'kidlangan xabarlar skrinshotlarini ulashdi. Unga ko'ra Rutte Grenlandiya bo'yicha oldinga siljish yo'lini topishga tayyor ekanligini bildirgan. Macron esa "Nima qilayotganingizni tushunmayapman" degan va Parijda boshqa yetakchilar bilan uchrashuvni tashkil etishni taklif qilgan. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen forumning birinchi kuni nutq so'zlab, Yevropa Arktika xavfsizligi masalasida to'liq sodiq ekanini ta'kidladi. Biroq u bunga faqat hamkorlik orqali erishish mumkinligini aytib, Trump taklif qilgan qo'shimcha tariflarni xato deb atadi. AQSh prezidenti agar 8 ta Yevropa davlati Grenlandiyani egallash rejasiga qarshi chiqsa, 1-fevraldan boshlab ularning barcha mahsulotlariga 10% boj solishini aytgan edi. Von der Leyen Yevropa ittifoqi Grenlandiya va Daniya qiroligi bilan to'liq birdamlikda va ularning suvereniteti muzokara qilinmaydigan masala ekanini qo'shimcha qildi. Kanada bosh vaziri Mark Carney ham bu fikrlarni qo'llab-quvvatlab, mamlakatining NATOning 5-moddasiga sodiqligi o'zgarmas ekanini aytdi. "Biz Grenlandiya va Daniya bilan qat'iy birgamiz va Grenlandiyaning kelajagini o'zi belgilash huquqini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz" dedi u. Macron o'z nutqida zo'ravonlik o'rniga hurmatni va vahshiylik o'rniga qonun ustuvorligini afzal ko'rishini ta'kidladi. Avvalroq Trump Macronning G'aza bo'yicha tinchlik kengashiga kirishni taklifini rad etganidan so'ng Fransiya vinosi va shampaniga 200% tarif solish bilan tahdid qilgan edi. Fransiya prezidenti hududiy suverenitetga bosim o'tkazish uchun cheksiz yangi tariflar qo'llanilishini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holat deb atadi. Xalqaro savdo qo'mitasiga yaqin manbalarga ko'ra, Yevropa parlamenti iyul oyida kelishilgan AQSh va Yevropa ittifoqi savdo bitmasini tasdiqlashni to'xtatishni rejalashtirmoqda. Bu AQSh va Yevropa o'rtasidagi keskinlik yanada kuchayishini anglatadi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.